Erkaklarda o'pka saratoni. Yiliga 2000 ga yaqin ayolda o'sha bachadon bo'yni saratoni birlamchi aniqlanadi O'zbekistonda. Bir marta PET qilinadi, keyin o'sha 5 oy, 4 oy, 6 oy davomida lichina olib boriladi. Ya'ni onkolog Nima tomonidan. beradi? Baribir operatsiya qilgani yaxshimi yo operatsiya qilmagani Endi har yaxshimi? bir bu individualniy narsa. Ko'proq уже 6 yoshdan yuqori chaqaloqlar ham kelgan. Chaqaloqlar ham kelgan. O'sha tibbiyotda o'lim holatlari ko'p bo'lyapti ChatGPT bo'yicha. Siz hayotingizni ishonasizmi? Yo'q, Mana albatta. shu lekin. Yo'q, hozir ommaviylashib ketgan. Instagramni shunaqa Просто, darajada ChatGPT yo'llanma ko'rsatyapti. ko'rsatib berishi mumkin. Menga 15 minutga telefon qilyapti, Nivorpad menga nafas siqyapti deydi. Nafas siqyapti. Men bunaqa deydi, toshyapti. Tosh. Nima qilishim kerak? Menga telefon, ChatGPTdan so'rash mumkin emasmi nima? Eri просто поддержка uchun o'zi ham tushgan. Men ham tushaman bilan Eri ham o'tiramiz. tushgan. Eri ham tushgan. Ha. Ishonasizmi? Erida o'pka raki chiqqan. Endi aytyapti, bu analizlarni ko'rib qo'rqib ketdi. Nahotki men endi shu qaysidir onkologiyaga chalinaman deb yozilgan ehtimoli bor. Ochishga to'g'ri keladi. Texnik qiyin bo'ladi, yopishib ketgan bo'ladi. Unda majbur ochishga to'g'ri keladi. Unda ham operatsiyadan oldin bemorni uydagilarga tushuntiriladi o'sha narsa. Nima qilgan? Ko'kragini olib tashlagan, reproduktiv organni olib tashlagan, bo'ldi, men kerak emas, tugadi degan. Terisi tortiladi, ikkita ko'krak har xil bo'ladi ko'rganda. Palpasiyada qattiqlashish bo'ladi yoki Mana ayollar e'tibor beringlar, yaxshilab eshitinglar. Hozir sizga nima deyaptilar? Anvar Pardabayevich. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli aziz do'stlar, hamkasblar. Bugun juda ham zo'r mavzu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bu onkologiya va qanchalik bizga hozirgi paytda radiologiya fanida kirib kelayotgan yangi texnologiyalar bizga muhimligi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Men sizlarga tanishtirmoqchiman. Meni kursdoshlarim bular, qadrdon kursdoshlarim. Biz bular bilan 7 yil partada o'tirib, potoklarda leksiyalarni eshitib, urushib, janjallashib va bittada ham ekzamenlarni topshirgan kursdoshlarim. To'chiyev Anvar Pardaboyevich, ular onkologlar. Arif Xo'jayev G'ayrat Gulamovich, ular radiologlar. Bular bilan bugun qizg'in mavzu bo'ladi. Agarda savolingiz bo'lsa, albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Biz sizlarga javob beramiz. Ish joyligi qayerda va qayerda, qachon qabul qilishlarigacha albatta savolingizga javob beramiz. Shunga assalomu alaykum hammanglarga. Va alaykum assalom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat kattakon bugun kelganinglarga. Onkologiya bo'yicha gaplashamiz. Hozirgi dolzarb aktual va har doim menimcha dolzarb bo'lib keladi. Bu bizning O'zbekiston Respublikamizda keng tarqalgan kasalliklardan biri, og'ir kasalliklardan biri va uni davolanishi ham juda ham qiyin va davo chorasi ham bir xillari yo'q. Va shuni bir gapirib bersangiz, onkologiya bo'yicha. Onkologiya nafaqat O'zbekistonda, balkim butun dunyoda dolzarb mavzu hisoblanadi. Ya'ni nega? Chunki yildan yilga onkologik bemorlar soni ortib bormoqda hamda yosharib bormoqda. Kasalliklar uchrashi bo'yicha o'sha xalqaro klassifikatsiya bo'yicha 97 ta turga bo'lingan. Hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan kasalliklar O'zbekistonda misolda oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda ayollar o'rtasida ko'krak saratoni turadi. Uchrashi bo'yicha bir yilda birlamchi, ya'ni birinchi marta 4,5 mingtadan ortiq ayollarda Bir yilda 4,5 mingtadan ortiq ayollarda shu ko'krak bezi saratoni aniqlanadi. O'zi hisobda turadiganlar soni esa 25 mingtadan ortiq. O'lim ko'rsatkichi yiliga bu butun respublika bo'yicha. Respublika bo'yicha 2000 ga yaqin o'lim bo'ladi yiliga. Xo'p. Undan keyingi o'rinda ayollar bilan erkaklarda oladigan bo'lsak, o'pka saratoni turadi. Hozir uni o'pka saratoni borgan yildan yilga soni ortib bormoqda. Erkaklarda o'pka saratoni. Erkaklarda ham, ayollarda ham ikkinchi o'rinda kasallik bo'yicha o'pka saratoni uchrash bo'yicha. Erkaklarda ko'proq qaysi saraton ko'proq uchraydi? Yo'q, asosan birinchi o'rinda o'pka saratoni turadi hozir. Statistika bo'yicha. Uchinchi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, hozir eng ko'p uchraydigan kasalliklarni misolida aytyapman. Bachadon bo'yni saratoni uchrash bo'yicha bu uchinchi o'rinda turadi. Bu asosan yiliga 2000 ga yaqin ayolda o'sha bachadon bo'yni saratoni birlamchi aniqlanadi O'zbekistonda. Hisobda turgan bemorlarimiz soni esa 10 mingga yaqin bemor o'sha bachadon bo'yni saratoni bilan hisobda turadi. Ya'ni O'zbekistonda. Ayollarning yoshi qanaqa? Yosh asosan o'z onkologik bemorlar uchrash yoshi, ya'ni qariyalar kasallik hisoblanganligi uchun
Ko'krak bezi saratoni asosan shu 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollar asosiy qismini tashkil qiladi. Eng ko'p uchraydigan yosh. Asosiy o'sha kasallangan yoki nazoratda turgan, davolanayotgan bemorlarda asosiy qismini o'shalar tashkil qiladi. Yoshi. Yoshi o'sha 45 yosh, 65 yosh orasi asosan eng ko'p uchraydigan yosh. Bu ko'krak bezi Saratonida bachadon bachadon bo'yi bo'yi saratoni saratoni desa asosan eng ko'p uchraydigan 35 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollarda uchraydi. Yoshlar ham keladimi? 22 yosh, 23 Albatta u yoshlar. yoshlar ham bo'ladi. Endi bu Ko'pmi, kammi? kam bo'lganligi uchun bular kam uchraydi yoshlarda. Lekin ko'paymadimi yil sayin? Yil sayin endi juda ko'p deb ayta olmaymiz. Endi baribir yildan yilga aholi soni ortib borgan sari bu kasallik ham o'z-o'zidan proporsional ravishda ortib boradi. Asosan qachon keladi ayollar sizlarga? O'zi- Mana masalan bizga ginekologlar keladi. Biza aniqlaymiz. Sen 3 deymiz. Sizga albatta biopsiya kerak deymiz. Biopsiyada aniqlanib keladi. Ko'pincha Kimsa onkologlarga jo'natamiz. Bir xil ayollar bor kelmaydi. Sizlarga qaysi paytda asosan keladi? boshlanish bir 10 yillar avval asosan kechki bosqichlarda murojaat qilgan bemorlar. Ya'ni kechki bosqich 3-4 bosqichda uchrash juda ko'p bo'lgan. Asosan 70-80% holatlarda 3-4 bosqichda murojaat qilgan. Hozirgi kunda bemorlarda o'sha maskalinik tekshiruv olinib borilyapti. Ko'krak bezi saratoni hamda bachadon bo'yi saratoni shu sababli butun ayollarni qamrab olgan holda mana bachadon bo'yi bo'yicha 33 yoshdan 55 yoshgacha, ko'krak bo'yicha 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollar skrining tekshiruvdan o'tkazilyapti. Shu sababli kasallikka gumon bo'lganlar yoki aniqlanganlar asosan 60%, 70% gacha birinchi, ikkinchi bosqichda aniqlanyapti kasallar. Mana qarang-da, Anvar Pardavoyevich. Ayol, sizda onkoginekologlar bor. Adashmasam. Onkoginekolog oldiga profilaktika bo'yicha keladimi ayollar? Bunda bir o'zi keladimi? Hech eshitganmisiz shu narsani? Men o'zim tekshirmoqchiman deb, avlodimda bo'lgan, mana buvimda bo'lgan, onamda bo'lgan, xolamda bo'lgan deb keladimi hech? Shunaqalar bo'lganmi? Bor unaqalar, lekin kam qismini tashkil qiladi-da. Chunki bizning mentalitet shunaqa-ku, qachon kasal bo'lib o'tib ketgandan keyin boradi, ungacha murojaat qilmaydi. U naslimda bor yoki o'zim tekshirtiray degan ayollar. Unaqalar kelmaydi. Kamda, foizi juda kam kishini tashkil Yo'q, qiladi. lekin keladimi? Keladi, albatta keladi. Masalan, bir oyda qancha odam keladi? 2 mi keladi? Ayoli keladimi, erkaklar keladimi? Asosan ayollar tekshirtiradi, bachadon bo'yini ko'krak bilan tekshirtirishga. Sizda profilaktik tekshiruv bormi? Albatta bor. Bu ya'ni skrining tekshiruvdan tashqari profilaktik ko'rik deydi. O'zi masalan rivojlangan davlatlarda hamma o'zi bir yilda bir marta tekshiruvdan o'tadi. Ayol kishi masalan ko'krak ultratovush tekshiruvi, o'pka rengi, qorin bo'shliq UZI, bir yilda bir marta ginekolog tekshiruvida. Erkaklar bo'lsa xuddi shu tekshiruvlardan tashqari ginekolog emas, urolog ko'rigidan o'tadi. Urolog, sizda onko-urolog ham bor. Yo'q, urolog ko'rigidan o'tadi. Agar shubha bo'lgan taqdirda sizda urolog bor. Bor. Urolog bor. Agar shubha bo'lgan taqdirda urolog onkologga jo'natadi keyin. Urolog kasallikka shubha bo'lgan bemorlardagina. Mana qarang-da, endi Anvar Pardaboyevich bizlar xonamizda radiolog o'tiribdilar. Gayrat Gulamovich, ular asosan PET bo'yicha mutaxassislar, to'g'rimi? Yo'q, boshqa radiologiya. Yo'q, PET scintigrafiya. Qarang-da, siz profilaktika bo'yicha PETga jo'natasizmi? Profilaktika bo'yicha shu paytgacha bironta bemor jo'natmaganman. Asosan biz kimlarni jo'natamiz PET tekshiruviga? PET tekshiruvi endi asosan onkolog bemorlarga bepul amalga oshiriladi. Agar profilaktik onkolog bemorlarga saraton kasalligi tasdiqlangan bemorlar bepul tekshiruvdan o'tadi, lekin profilaktik ko'rik uchun u bemorlar pullik asosida xizmatdan o'tadi. U asosan oddiy tekshiruvlardan o'tkazamiz. Shubha bo'lgandagina PETga jo'natish mumkin ularda onkologiyaga. Oddiy profilaktik ko'rikka masalan kompyuter tomografiya, chuqurlashtirilgan ko'rik, qorin bo'shlig'i, ko'krak kompyuter tomografiya, bosh kompyuter tomografiya qilish mumkin yoki ko'krakni MRT qilish mumkin. O'sha tekshiruvlarda o'zi bilan to'liq ma'lumot, endi PETchalik emas-ku, lekin to'liq ma'lumot olsa bo'ladi. Qarang-da, endi G'ayrat Gulamovich, mana siz hozir innovatsion metodda ishlaysiz. PETda, to'g'rimi? Qachon kirib kelgan bizga PET O'zbekistonga? Bu O'zbekistonga birinchi bo'lib 2018-yil kirib kelgan O'zbekistonga. Oldin eng yaqin PET joylashgan joyim Rossiya Federatsiyasi bo'lgan. O'sha yerda
bemorlar o'sha yerdan Turkiyaga borib kelishgan bu narsani. 2018-yildan boshlab o'zimizda PET qo'yilib, shu tekshiruvni olib boryapmiz hozir zamonda. Yo'q, men bir xil faqat vrach jo'natsa boradimi sizlarning oldinglarga bemor yo'q, bemor o'zi ham keladimi? Endi asosan bu yerda pozitron emission tomograf shunaqa narsaki, uni asosan endi buni bilgan yaxshi. Asosan misol uchun vrachlarning lecheniyadan oldin, ya'ni o'sha birinchi kasal aniqlandi, onkologik kasal, hali lecheniya boshlanmadi. Lecheniya boshlanmasdan oldin bir marta PET qilinadi, keyin o'sha 5 oy, 4 oy, 56 oy davomida lecheniya olib boriladi. Ya'ni onkolog tomonidan. Nima beradi? U birlamchi o'choqda ko'rsatadi. Keyin ya'ni yaqinda joylashgan yoki uzoqda joylashgan metastazlarni ko'rsatib beradi. Ya'ni o'sha первичный o'choqda atrofida joylashgan achaklarni, metastazlarni ko'rsatadi. Uzoq joylashgan limfatik uzillar, masalan, zararlangan limfa uzillarni ko'rsatishi mumkin. Mana qarang, siz 2018-yilda olib kirilgan bo'lsa, siz necha yildan beri ishlayapsiz? 2018-yildan beri. 2018-yil. Mana shu 2018-yildan to 2024-yil orasida PETga kimni ko'proq jo'natishdi? Ayollarmi, erkaklarmi? Hozir Anvar Pardaboyevich aytgandek, bu yerda asosan bizda ham PETda ko'proq ayol kishilar o'tadi. Ya'ni ayol kishilar. Ya'ni o'sha bachadon bo'yni onkologiyasi va sut bezi onkologiyasi bilan ko'proq o'tadi. Endi undan tashqari bu yerda ko'proq uchraydigan kasallardan bu yerda oshqozon raki, keyin o'pka raki, ular ham tez kelib turadi. Mana shu PETda ko'ringanida, o'sha aytyapsiz, chuqur metastazlarni ko'rsatganida qancha ko'p foiz shunaqalar uchradi? Og'ir ahvoldagi bemorlar qancha ko'p foiz uchradi? Yo'q, agar vaqtda murojaat qilingan bo'lsa mutaxassisga, onkologga, bu yerda faqatgina atrofdagi limfa uzillar, misol uchun, zararlanishi mumkin, hali uzoqqa tarqalmagan bo'lishi mumkin. Agar o'sha mana bu lecheniya o'tkazib yuborib, kech aniqlanganda уже почти hamma joyda tarqalgan bo'lib aniqlanadi. Yo'q, qancha foiz примерно bo'ldi? Ko'p bo'ldimi bunaqa og'ir kasallar yo kamroqmi? Kamayish tendensiyasi bormi yo faqat ko'payyaptimi og'ir kasallar? Yo'q, kamayish tendensiyasi bor. No, hozirgi zamonda endi boya aytgandek, profilaktika ishlari ko'proq olib borilyapti. O'shaning uchun vaqtda aniqlash, hamma bu metastaz, ya'ni boshqa organlarga metastaz bermasdan oldin, ya'ni mutaxassislarga murojaat qilib, lecheniya vaqtda boshlangani uchun unaqa tarqoqlik uncha ko'p emas. Bu yerda ko'pincha o'ziga e'tibor bermasdan, to o'zida qanaqadir og'riq yoki boshqa narsa bo'lganda kelganda pasient, bemorimiz o'shanda o'zi tarqoqlik ko'proq kuzatiladi bu yerda. Ya'ni lecheniya vaqtda olmagan, vaqtda diagnostika qilinmagan, ya'ni misol uchun har 6 oyda profilaktik qanaqadir tekshiruv o'tadigan bo'lsa, o'sha narsani o'tkazib yuborgan bemorlar bo'ladi. 1 yil, 2 yil tekshiruvdan o'tmagan bemorlar bo'ladi. Kelishdan oldin sizda qanaqadir tayyorgarchilik bor? Albatta, bu tayyorgarchilik bo'ladi. Uni o'zi bir kun oldin dori ichish mumkin emas, ovqat yeyish mumkin emas. Nimaga? Nima bunaqa chunki tayyorgarchilik berasizlar? sahrni diabetlarga mumkin emas. Chunki mana bu yerda dori qilinadi, ya'ni radiatsion dori qilinadi. Radiatsion dori qilingan paytda ftor glyukoza qilinadi. Qilingandan keyin butun organizm tarqaladi, ya'ni 1 soat davomida. Agar misol uchun qanaqadir sahr kasallik bo'lsa, qand diabet kasallik bo'ladigan bo'lsa, bu yerda oshqozon ili ichakda hazm qilish traktlarida, ya'ni o'sha dorimiz to'planishi bilan bizga noto'g'ri qanaqa diagnostik berishi mumkin. Noto'g'ri diagnoz qo'yishi mumkin. Agarda ularni vaqtida aytganinglarni qilmasa. Keyin yana o'sha ovqat yeyilmasin deyiladi. Bir xil bemorlar ovqat yeb keladi. Yeb kelgandan keyin xuddi o'sha dorimiz, qilgan dorimiz, ya'ni xuddi shunaqa boshqa organlarga to'planadi. Xuddi bunda ham shunaqa noto'g'ri diagnostikaga sabab bo'lishi mumkin bunda. Endi qarang, men ko'p endi hozir bemorlardan eshitaman, PETdan keyin mazam qochdi, PETdan keyin boshim aylandi, davleniyam ko'tarilishi boshlandi. Menimcha PETda ziyoni ko'p deyishyapti. Bu rostmi? Yo'q. PETda ziyon yo'q. O'sha faqatgina ozgina radiatsiya oladi. No, bu yerda birinchi o'rinda hozir radiatsiya emas, bu bemorlar bo'yicha birinchi o'rinda, ya'ni diagnostika turadi.
demak ziyoni yo'q. Ziyon yo'q. Unaqa bosh aylanish, ko'ngillanish, radiatsiya yo'q, bermaydi. reaksiya, unaqa narsalar Demak umuman bu bermaydi. ko'ngillanish, bosh og'rish boshqa Yo'q, narsadan. просто odam o'zini psixologический. Psixologический, tushunarli. Demak, unaqa katta radiatsiyasi yo'q, PETda bemalol anaqa. Bemalol Siz bo'ladi. PETdan oldin qanaqadir boshqacha zaключение so'ramaysizmi? Mammografiya, MRT, qanaqadir Endi bizda hech первичный noto'g'ri diagnoz qo'yilgan bo'lganmi? yo'q, u yerda birinchidan navbatda PETda diagnoz qo'yilmaydi. Yo'q, zaключение berasiz. Da, zaключение beriladi. Diagnozni уже gistologiya beriladi, ya'ni onkologiyada bu onkologiyami или qanaqadir воспалительный protsessmi. Bunda уже gistologiya aniqlaydi. Biz PET ko'rgan narsani yoziladi. Ya'ni ko'rgan narsa nima degani? Ya'ni первичный uchoqqa shubha qilgan joylar, ya'ni lokalizatsiyasini ko'rsatib beramiz onkologlar uchun. Onkologlar o'sha nuqtadan biopsiya olishadi. Demak, sizlar aniq nuqtani berasiz. Demak, PET mana shu misol uchun zararlangan uchoq beradi. Misol uchun bir xil patsientlarda metastatik поражение bo'ladi butun organda, но первичный очаг topishalmaydi. Ya'ni o'sha payti polni PET qilinadi. PET qilingandan keyin biz o'zimizga shubhali tuyulgan первичный очагni ko'rsatib beramiz onkologlarga. Ular o'sha agar dostupni, ya'ni bo'ladigan bo'lsa, o'sha joydan biopsiya olishadi va u onkologiyami, первичный protsessmi или как ikkilamchi protsessmi o'sha narsani aniqlashadi. Demak, biz ko'rsatib beramiz lokalizatsiyasini. Onkologlarga kartasiz, haqiqiy kartasiz. Ular sizni zaключениеңiz orqali, xulosangiz orqali bemalol o'sha joydan biopsiya olishi mumkin. Demak, siz asosiy konkretniy, ya'ni где клад зарыт deydi. Qayerda o'sha oltin bor degan joyga savolga javob berasiz. Endi bu birinchisi, ikkinchisi boya gapni boshladim. Первичный protsess boshlangandan keyin hali lichena boshlanmagan, lichena olgandan keyin 6 oydan keyin повтор qilinadi PETda. Keyin mana bu qilingan lichenani effektivnostini bilish uchun ham ishlatiladigan narsa bu. Ya'ni 6 oydan keyin 6 oy, 1 yil o'sha lichena tugagandan keyin. Lichena tugagandan keyin yana повторно PET qilinadi. O'sha boshda berilgan limfouzol или qanaqadir boshqa zararlangan organda lichena effektivnost bo'ldimi, bo'lmadimi, o'sha narsani ko'rsatib beradi. Ya'ni qilingan lichenasini davom qilsa bo'ladimi или u qanaqa tasvir bo'ladi? Mana shuni aytib bera olasizmi? Masalan, rak молочной железы, да? Ko'krak bezi saratoni. Da, praktически 3-4 stadiyasi. Demak, metastaz tarqalgan, limfouzillarga ketgan, o'pkasiga ham tarqalgan. Masalan, deylik, siz o'shani 6 oydan keyin effekti bor yo'q, qanaqa tasvir beradi? Bu narsani endi rasmda ko'rsatsa aniqroq bo'ladi. Približno misol uchun qilgan dorimiz, boshda qilgan dorimiz именно mana bu rakiv kletka, ya'ni rakiv kletka qanaqa? U yerda rakiv kletkada metabolizm kuchli bo'ladi. Prям yonib turadi. Metabolizm kuchli bo'lgani uchun bizda ftor, glyukoza qo'shilgan ftor qilinadi. Именно o'sha achaklarga to'planadi. To'plangandan keyin snimka qilinganimizdan keyin o'sha joylar как bizga tochkada, ya'ni ekranga qaraganda yonib turadi. Ya'ni qizil bo'lib, mana shunaqa yonib turadi. Bizga ko'rsatib turadi. Mana shu yerda rakiv kletka bor deb hamma joyda ko'rsatib turadi. Siz nima deysiz? Xulosada nima deb yozib berasiz? Demak, mana shu yerda dorimiz to'planyapti. Mana shu yerda dorimiz to'planyapti. Mana shu yerda как бы tumor, ya'ni первичный процесс или МТС, metastatik поражение deb ko'rsatib beramiz. Keyin dinamikada kelgandan keyin bu joyda как dinamikada ko'rsatamiz. Dinamikada shu joyda bizda o'lchanganda SUV degan narsa bo'ldi, suv max degan narsa bor. Bu yerda o'sha yorug'likni biz yorug'lik ko'rsatkichini o'lchaymiz. Ko'rsatkichni o'lchagandan keyin o'sha lichenadan keyin agar o'sha yorug'lik ko'rsatkich pasaygan bo'lsa, lichena effektivnosti ta'sir qilgan bo'ladi, yaxshi bo'lgan bo'ladi. Biz o'shanga qarab ko'rsatib beramiz. Vrach to'g'ri taktikada ketyapti. Shunaqa. Lichenasi to'g'ri bo'lyapti va dalniy shunaqa lichena olib borsa, даже mana bu bergan metastazlarni boshqasini bemalol olib tashlasa bo'ladi bu narsani. Ya'ni birinchi navbatda o'sha lichenani to'g'ri taktika bilan olib borish. Bo'ldi. Siz kuniga nechta kasallik ko'rasiz? 25-30 ta kasal ko'riladi. 25-30 ta kasal kuniga keladi. Bir kunda. Maksimal nechta olinadi bizda bir kunda? Bir kunda shunaqa yo'q, 50 ta olgan kunimiz ham bo'lgan, 60 ta olgan kunimiz ham bo'lgan. Shunaqa darajada ko'pmi?
Endi u vaqtda birinchi ochilgan payti faqat O'zbekistonda bitta bo'lgan. Hozir O'zbekistonda 3 ta joyda bor. O'shaning uchun ozgina kolичествоsi ham ozgina kamaygan. Soni kamaydi. Ya'ni bo'lingan patsientlarni, ya'ni bemorlar har xil o'ziga qulay joy tanlab boradigan bo'lib qolgan. Oldin O'zbekistonda bitta bo'lgan payti hamma o'sha yerga boradi. hamma o'sha yerga borgan, даже kechgacha ishlaganmiz, soat 9, 10, 12 gacha ishlagan vaqtlarimiz ham bo'lgan o'sha yerda o'tirib. Demak, apparat bemalol ko'tara oladi. Ko'tariladi. Juda ham interesno. Anvar Pardabayevich, mana qarang-da, siz kasallaringizni har necha oydan keyin jo'natasiz PETga? Qarang, o'zi PETga boya profilaktika degan savolingizga qisqacha aniq berib ketaman. Nima uchun profilaktika tushilmaydi-da? O'zidan o'zi kasal to'g'ridan-to'g'ri kelib yoki ko'chadan odam kelib tushilmaydi. Chunki radiologlarimiz masalan biz tashxis qo'yib beramiz, taxminiy tashxis. Masalan, ko'krak saratoni, qalqonsimon bez, buyrak. Bularda izotoplar turi bor-da. O'shanga qarab har xil izotop ishlatadi bularda. Kasallik turiga qarab, masalan, ko'krakda boshqa izotop yaxshi effekt ko'rsatadi, qalqonsimon bezda qaysidir boshqa izotopi bularda yaxshiroq informatsiya beradi. O'shaning uchun asosan kasallikka qarab shifokor nazorati bilan maslahatlashib, olgan tekshiruvlari, PETgacha bo'lgan tekshiruvlarga qarab PETga yuboriladi. Bular bilan har doim kasal maslahat qilib tushiriladi-da. Asosan bir-biringizlar maslahat qilib turasizlar. Maslahat qilib, masalan, chunki ko'chadan to'g'ri tusha olmaydi. Bularda izotop turi ko'p, kasallikka qarab asosan qaysi ko'proq informatsiya bersa, o'sha izotopni ko'proq ishlatadi bular. Tushundingizmi? O'shaning uchun. Keyin dinamikada, masalan, operatsiyadan oldin tushiriladi yoki ximiya boshlashdan oldin ko'rish kerak. Bu masalan PETda qayerga tarqagan, yaqin uzoq metastazlar yoki o'sha o'smani katta kichikligi to'liq ko'rsatib beradi. Boya metabolizm qanchalik, necha suv max deydi, o'shalar foizlarini ko'rsatib beradi. Yo'q, endi oddiy tilda aytganda bu o'smani o'sishi yoki kamayishini yoki mana ko'cha tilida tushunadigan qilib aytsak, o'smani bolalari bor, onasini topib bo'lmaydi. Birlamchi o'chog'i noma'lum deyapti-ku, o'sha paytda ham jo'natamiz bularga. O'sha kontrast yuborib, o'smani onasi qayerdaligini, ya'ni birlamchi o'choqni ham aniqlab beradi bular. Ya'ni PETda o'sha qayerdan chiqqanligi hamda qayerdan tarqaganligi bular aniqroq ma'lumot beradi. O'shanga qarab davolash boshlanadi, ya ximiya, operatsiya yoki nur. Dinamikada 2 kurs, 4 kurs, endi kasalliklarning turiga qarab, endi hammasini o'zining standarti bor. Masalan, aytdik-ku, 97 ta ortiq turdan ortiq onkologik kasallik bo'lsa, hammasida o'zining standarti bor. Nechtadan keyin PETga qaytadan jo'natish mumkin. O'shanda jo'natiladi, bular qaytadan eski PET, yangi PET solishtirib ko'riladi. Beradi. Dinamikada o'zgarish necha foiz bo'ldi masalan? Qaysi o'smalar so'rilib ketdi yoki to'liq so'rilib yo'qib ketdi yoki kichraydi yoki so'rilmagan o'smalar bormi? Yo'q, endi bo'ladi. Masalan, operatsiyadan oldin o'sma juda katta bo'lsa, uni ximiya qilib yo nur qilib kichraytirib olish mumkin. Undan keyin operatsiyaga tayyorlanadi. Katta o'smalarni olish qiyinchiligi uchun standart bo'yicha masalan ko'krak saratoni ikkinchi bosqichda birinchi ximiya o'tkaziladi masalan. O'sma kichraytirilgandan keyin operatsiyaga olinadi. Bir xil paytlar umuman to'liq o'sma so'rilib yo'qib ketadi. U kerak emas, uni operatsiya qilmaysizlar, tegmaysizlar. Nur beriladi, qo'shimcha kuzatuvda bo'linadi. Baribir operatsiya qilgani yaxshimi yo operatsiya qilmagani yaxshimi? Endi har bir bu individualniy narsa, kasalga tanlanadi. Endi hamma narsa hisobga olinadi bu yerda, masalan, bitta narsa deb bo'lmaydi, chunki har bir kasalga alohida individual yondashiladi-da. Mana siz kuniga nechta operatsiya qilasiz? Endi kuniga qanaqa ko'p operatsiya qilasiz? Endi biz e'tibor beraman. Onkolog hamda kistoma. Yo'q, onkologdan tashqari endoxirurgmiz, ya'ni non-onkologik kasallar ham ko'p. Ya'ni onkologdan tashqari boshqa operatsiyalar ham ko'p qilamiz, laparoskopik. Endi asosan ginekologik operatsiyalar ko'p bo'ladi bizda. Men o'zim ginekologiya chunki hozirgi paytda ko'p rivojlanganligi uchun. Ginekologik yoki anaqa rak oldi kasalliklari yoki o'sha oddiy boshqa dabrokarsiyaning xavfsiz o'smalar ayollarda ko'p uchraydi. O'shalar как profilaktik maqsadda operatsiya bo'ladi. Kuniga nechta operatsiya qilasiz? Kuniga endi bo'lmaganda bitta bo'ladi kuniga. Eng ko'p bo'lgan kunlari masalan 7-8 ta ham bo'ladi. Hech men bu radiolog bilan onkolog o'tirib mana shu bemor operatsiya qilgani ma'qul degan kunlar bo'lganmi radiologga? Radiolog siz yo'q, tegmay qo'ya qolaman. Yo'q. Kerak emas, qo'lim qichimayapti buni. Kesgan degan kunlaringiz bo'lganmi? Har bir kasal, masalan, kasal keldi, xulosa bilan baribir bir martaga telefon qilib so'rab, xulosani, dinamika yoki o'zgarishni radiolog bilan maslahat qilib, maslahatlashasiz. Shunga qilib operatsiyaga olinadi. Lekin radiolog sizga qo'y, tegmay qo'ya qol. Siz nima qilasiz? Yo'q, konsilyum bu.
bitta odam hal qilmaydi, bitta odam. Yo'q, o'sha mana masalan, siz aytyapti radiolog temani, men ko'p bemorlarni eshitaman-da, keladi, Nigor opa, men bu vrach onkolog temagin deyapti. Lekin bu vrach olish kerak deyapti. Bunaqa holatda konsilium degan narsa bor. Kasallik xohishi hamda shifokorlar o'zaro kelishib, bir qaror kelishib qilinadi. Chunki bitta shifokor hal qilishga haqqi yo'q bemor hayotini. Yoki kasal bir nechta shifokorlar yig'ilishadi. Kasal uydagilar, yaqinlar yoki kasal bilan kelishilgan holda qilinadi bu narsa. Yuridik ham bu to'g'ri hisoblanadi. Undan tashqari nima deyish mumkin yana? Mana masalamda, endi men aytib beraman, endi men tibbiyot genetika bo'yicha haqida aytaman. Menga 2017-yil, 2018-yil endi genetikada men ommaviylashishni boshlaganman Instagramda, o'shanda bitta qiz kelgan oldimga, yosh qiz, 21-22 yosh. Aytyapti, meni avlodimda deydi, xolam ko'krak saratonidan o'lib ketganlar deyapti. Buvim bachadon saratonidan o'lib ketganlar. Onam deyapti, onam 43 yoshlarida deyapti, tuxumdon saratonidan olamdan o'tganlar deyapti. Menda shu narsa ehtimoli bormi dedi. Keyin men tekshirdim. Genlar bor, barsa 1, barsa 2, chek 2, bir nechta onka genlar bor, onka suppressorlar bor. O'shalarni tekshirganimda rostdan ham mutatsiya chiqdi. Heterozigotni mutatsiya chiqdi, ya'ni bitta anaqa nukleotid ishlaydi, ikkinchisi ishlaydi, lekin baribir patogen, tashuvchi. Endi aytyapti, bu analizlarni ko'rib qo'rqib ketdi. Nahotki men endi shu qaysidir onkologiyaga chalinaman aytdi. Yozilgan ehtimoli bor. Возможно deb ketgan aytdi. Ko'krak saratoni, bachadon saratoni, bo'yin saratoni deb ehtimoli deb yozib ketgan. Aytdi, genetik param xulosa beramiz. Nima qilganim ma'quldi. Endi o'sha payt esingizda bo'lsa Angelina Jolie nima qilgan? Ko'kragini olib tashlagan, reproduktiv organni olib tashlagan, bo'ldi, men kerak emas, tugadi degan. Aytyapti, Angelina Jolie olib tashlagan-ku deyapti. Nahotki men olib tasha olmayman. Men aytdim, 21 yoshsan. Sani hayoting hali oldindan nahotki bolali bo'lging kelmayapti, nahotki o'zing bolang tuqqing kelmayapti desa, men shunaqa darajada ko'p azob ko'rganman deydi. Men olib tashlashga tayyorman. Lekin O'zbekistonda buni olmas ekan. Конечно, bizda genetik xulosa bo'yicha hech kim olmaydi, bizda protokolda bunaqa narsa yo'q. Agar standartlar yo'q. Yuridik mumkin emas, lekin Moskvada bitta klinikaga uchraganda ularda shu narsa bor ekan. Genetическая предрасположенность, патогенная forma degani bor ekan. Protokolda u qiz borgan, o'sha 2019 Covid как раз boshlanish payti edi, 2019-yil oxir men oldim kelgan. Nigor opa, men oldirib tashladim Moskvada. Spokойно olib tashashgan. Bunga qanaqa qaraysiz? Buni qanchalik to'g'ri deb bilasiz? Yoki PET oldindan bilib bera oladimi? Metastaz o'choqlari bor yo'qligini. Yo'q, bunaqa narsani oldindan bilib bera olmaydi. Faqatgina o'sha hujayrada rak va to'qima paydo bo'lgandan keyin faqat o'shani aniqlash mumkin. Men masalan paydo bo'ldi deydi, mana aytib patogen, uni yo'q, patogenniy forma, baribir tashuvchiligi patogen. Bitta shunaqa narsa bo'lgan, ayolni olib kelgan, ayoli ismida bo'lsa bachadon bo'yin rak edi, tushga qo'rqgan. Eri просто поддержка uchun o'zi ham tushgan. Men ham tushaman bilan o'tiramiz. Eri ham tushgan. Ishonasizmi? Erida o'pka raki chiqqan. Hali qilinmagan, hali bizda qilinmagan o'pka raki chiqdi yerda. Shunaqa narsalar bo'lganda, bizda anaqa bitta случайlar bo'lgan bizda. Просто profilaktika uchun profilaktikada bo'lmaydi-yu, bir xil xuddi aytganingizdek shubha qiladi, qanaqadir qo'rquv bo'ladi, rak bo'ldimi, bo'lmadimi deb aparatga tushgan payti ham o'shalarda ham aniqlangan holatlar bo'lgan. Onkologiya. Yo, baribir bu shu narsani qanchalik to'g'ri deb bilasiz. Da, patogenniy forma qachondir qaysidir trigger faktordan keyin rivojlanish ehtimoli bor. Balki HGC homilador bo'lgandan keyin avj olish bor. Chunki travma hisobiga travma har xil bo'lishi mumkin. No, qanchalik bu narsa to'g'ri? Ayol kishi o'zini reproduktiv organidan voz kechishi. Bu mana genetik, bu yo'q, endi faqat genetik tekshiruvlar o'sha kasallikni aniqlash kuchayib boraveradi. Bu xavf omiliga kiradigan kasallar hisoblanadi. Ya'ni Xo'p, bularni nima qilish kerak? Bu ayollar mana standart tekshiruvdan ayollarimiz, erkaklarimiz 1 yilda bir marta to'liq tekshiruvdan o'tish kerak, profilaktik ko'rikdan, to'g'rimi? Bu xavf guruhidagi ayollar har 6 oyda tekshiruvdan o'tadi. Ya'ni har 6 oyda o'pkasini rentgenografiya
qorin har bo'shlig'i 6 o'zi oyda. Oldin 1 yil dedik-ku. yo'q, xavf guruhidagi ayollar deyapman. Xavf guruhi. Bu xavf guruhi naslda bor bularda. Bizni mana shu ayollarda chiqdi. Patogen forma bor, oqsil tashuvchi forma deydi. Lekin bu ayollarda bor, lekin ularda hech qachon bu Bular narsa degani emas endi bu. bo'lmaydi. Ular oqsil tashuvchi, lekin patogen forma bor. Haqiqatdan ham qaysidir faktorlarga Nechidir foizda rivojlanish ehtimoli katta. Mana shu patogen formada o'qib chiqqan o'qizamda, o'sha yerdagi Moskvadagi onkolog oldirib tashlagan. Endi operatsiyalar ham oldirib tashladi deganman. Har bir operatsiya Yo'q, o'ziga endi bu yarasha narsani- asorati bo'ladi Xo'p, masalan. oldirib tashladi. O'zini ishini hal qildimi yo'qmi? Ertaga boshqa joydan ham chiqib kelishi mumkin-ku. Yo'q, mosh urib ketishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Taqdir bu. Qancha umr bergan bo'lsa shuncha yashaydi-da. Chunki Lancet'da oxirgi publikatsiyasi bo'yicha Barsa 2 Barsa 1 gellar ham oshqozon osti bezi raki, 12 barmoqli ichak raki, shularga ham xos, lekin uni o'qimagan u. U o'ylaganki mana shu oldirib tashladim bo'ldi. Shu narsaga qanaqa qaraysiz? Yo'q, bunaqa agar unaqada O'zbekistonda bu gen bilan uchraydigan bo'lsa, hozir aytyapsiz-ku, masalan, hozir bir yilda 4,5 mingta ayolda ko'krak bezi saratoni aniqlansa, bu 4,5 mingta ayolda hamma farzandlari yo'q bo'lsa, Tashuvchi. yo'q, masalan, operatsiya bo'lishi kerak. Masalan, 20 mingta ayol ko'krak bezi bilan nazoratda turadi. Bularning hammasining bolasi endi gen tekshiruvda chiqqanda nechidir foizda chiqadi-ku baribir. Onasida bor, masalan, nasldan o'tadi-da bu narsa baribir nechidir foiz. Endi bu 100% o'tadi degani emas. Mana qarang, nasldan naslga o'tadi deyapsiz. Mana G'ayrat Gulomovich bitta primer berdilar. Tasodifan chiqib qoldi. A u erkakda hech qanaqa shikoyat yo'qmidi? Yo'q, hech qanday shikoyat yo'q. Prosta Endi o'pka saratoni mana 10 yillar 10 davomida yillar davomida rivojlanadi. rivojlanadi. Shunaqa, agar to bizota qilmagancha, misol uchun ko'plab bizota qilib, qanaqadir yutal или nafas qisish, boshqa narsa bilan vrachga murojaat qilib, или просто rentgen qilib, или profilaktik flyografiya qilib aniqlanmasa, yuraveradi. To o'sha bizota qilib, или profilaktik qanaqadir tekshiruvdan o'tganda o'shanda aniqlanishi mumkin. Endi qarang, bitta savol sizga. Aytyapsiz, fluorografiyada hop bu siz aniqlagan saratoningiz fluorografiyada aniqlanarmidi? O'sha erkak kishida gumon berish mumkin. Mana shu joyda qanaqadir o'choq bor deyish mumkin. Uni chuqurlashtirgan tekshiruv qilinadi bo'ldi. Yo'llanma beriladi keyin Yo'q, fluorografiyada ko'rinmasa, PETda ko'rinishi mumkinmi? PETda ko'rinishi mumkin. Shunaqa lokalizatsiyalar bo'ladi. Ya'ni limfa uzillar atrofida, boshqa joyda ko'proq tekshiruvlarda limfa uzilda o'tkazib yuborishi ham mumkin. Bu narsa. Limfadenopatiya prosta deb, limfa kattargan deb o'tkazib yuborishi ham mumkin. Atak bu narsa o'sha o'pkada joylashgan limfa tugunga yaqin o'choq ham bo'lishi mumkin bu narsa. Masalan, ko'krak saratoni oddiy shikoyati nimadan boshlanadi? Bu sizga eng ko'p birinchi anamnezni surishtirasiz-ku, nima bo'lgan, nimadan boshlangan? Nimada birinchi ko'krak saratoni nima uchun kech aniqlanadi? Chunki ular birinchi nima deydi? Bir anamnezni boshi nimadan boshlangan, nima bo'lgan deb so'raganingizda nima deydi? Shikoyat yo'q, tasodifan palpatsiyada yo'q, og'rib yurgan bo'ladimi, yo'q qanaqadir kistalari bo'lgan bo'larmidi? Kistasi bilan emas, ko'kragi og'rimagan ayolda o'zi yo'q-da, masalan, hammada og'riq bo'lishi mumkin. mumkin. Yo'q, og'riq qanaqadir boshqa lokalizatsiyasi boshqa bo'lishi mumkin. Endi u og'riqqa bog'liq emas, buni klinik shikoyati bo'lmaydi asosan bu ayollarda. Og'riqsiz ham prosta misol uchun ko'krak qafasiga og'riqlar. Yo'q, ko'krak saratonida deyarli shikoyatsiz bo'ladi hammasi. O'sha skrining tekshiruvida, ishxonada mana majburiy tibbiy ko'rikdan o'tganda skrining tekshiruvida o'shanda aniqlanadi yoki palpatsiya cho'milganda o'sha tasodifan aniqlanadi. Asosiy ko'riklarda, anaqa tekshiruvlarda. Shikoyat bo'lmaganligi uchun bilmaydi-da. Shuning uchun ham tixaya smert derkan-da, jim o'lim. Jim o'lim derkan. Jim o'lim deb vahima qilsangiz. Yo'q, endi aytyapsiz-ku, umuman shikoyat bermagan deyapsiz. Ko'krak terisida o'zgarish bo'ladi, mana oynada. Qanaqa o'zgarish bo'ladi? Terisi tortiladi, ikkita ko'krak har xil bo'ladi ko'rganda. Palpatsiyada qattiqlash bo'ladi yoki mana ayollar e'tibor beringlar, yaxshilab eshitinglar. Hozir sizga nima deyaptilar Anvar Pardabayevich. Shuning uchun ayollarga tavsiya qilinadi doimiy o'zini ko'zgu oldida tekshirish. O'zini tekshirish. Ko'kragini soat strelkasi bo'yicha palpatsiya qilinadi. Aylantirib, ichida qattiq bez yo'qmi, tugunlar o'zi palpatsiya qilyapti, kuchli og'riq joyi yo'qmi, qattiqlashgan joyi bormi, keyin oynada ko'rganda simmetrikmi, so'rg'ichlar bir xilmi ikkalasi, terini tortilgan joylari yo'qmi, rang o'zgarishlari yo'qmi? O'sha asosiy narsa. Rangi qanaqa o'zgarishi mumkin? Qanaqa teri rangi qorayadimi?
endi qanaqa u rang o'zgarishi o'smani- sarg'ayadimi yo'q, chunki endi- terini rangi har xil-ku siz aniq bir o'smani endi joylashiga chuqurda joylashsa hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Agar teriga yaqin joylashgan bo'lsa, o'sha joyda infiltratsiya bo'lib, sekin teri qorayishi botib, qorayishi yoki rang qorayadi. o'zgarishlari bo'lishi mumkin. Aha. Teri ichkariga tortilib turadi, ya'ni limon po'stlog'i deb o'zi o'zaro Limon chiqib, po'stloqda. ichkariga tortilib teri silliq bo'lmaydi o'sha joyda. Agar teri o'sma yuzaki bo'lsa, agar chuqur bo'lsa unaqa belgilar kuzatilmaydi. Shuning uchun eng yaxshi, eng oson usul, eng anaqa kam invaziv, zararsiz usul ultratovush tekshiruvi. Bir yilda bir marta ko'krakni UZI tekshiruvdan o'tish. Elastogrammanichi? Endi ular elastogramma masalan hamma joyda yo'q. Shuning uchun mana butun respublikada hozir Yo'q, eng ko'p berarmidingiz, maslahat berarmisiz? yo'q, u chuqurlashtirilgan ko'rikda. Masalan, chuqurlashtirilgan ko'rikka har 6 oydir. yo'q, mana masalan O'zbekistonda 18 million ayol bor deydigan bo'lsak, endi uni asosiy qismi masalan 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollar kam qismini tashkil qiladi. Masalan 10 million tashkil qiladi. O'sha ayollarga nima tavsiya qilinadi? Oddiy UZI tekshiruv 1 yilda bir marta. Eng yaqin poliklinika. Yo'q, mammografiya 2 yilda bir marta o'tiladi. Endi u dastur yilda bir bo'yicha marta mammografiya o'tiladi. 45 yoshdan 65 yoshgacha. 6 oy. 6 oy yo'q, 1 yil. Faqat xavf guruhidagi ayollar bo'ladi-yu, naslda bo'lsa, o'shalargina 6 oyda o'tib turishga majbur. Naslida, demak, onasida, xolasida. nasllik o'zini ko'rsatadi. Albatta, shuning uchun 6 oyda tekshiruvdan o'tish shart ular. Endi qarang, yaqinda bir Instagramda eshitib qoldim, endi men ham chiqdim. Bu gap bilan hozirgi ayollarda onkologik kasallik ko'payganlik sababi tandirda non yopmayotganligi. Bunga qanaqa qaraysiz? Yo'q, endi o'zi mana qarang. Saraton bo'lgan, bizda nazoratda turgan ayollar hammasiga issiq taqiqlanadi-da. Saraton bo'lganlar, bo'lmagan ayollar. Bo'lmagan, qarang, siz to'g'risini sog'lom bilmaydi-yu. turmush tarzi nima degani? Sog'lom turmush tarzi normal harorat, masalan, namlik, yaxshi havo. Normal harorat. Tandirda olib necha gradus? Voy, menimcha bir 2 minut turgan bo'lsam-chi, men pishillab ketdim. Bo'ldi. Nima bo'ladi? Oqsillar kuyadi, denaturatsiya 100 gradusda, 150 gradusda. Qanday u onkologik kasallikni oldini oladi? Yo'q, shunaqa endi bu gap tarqalgandan keyin erkaklar mana endi sen non yopmayapsan, sen suvda ko'p o'tirishing kerak ekan, o'shaning uchun ham senda bo'lmaydigan shunaqa katta anaqa ko'tarilib ketdi Instagramda. Menga ham yozishdi, Nigor opa, meni erim aytayapti, ertadan boshlab non yopgin deb. Tandir qilib beraman deb. Ha, shunaqa deyishyapti. Bu narsani sal xalqqa noto'g'ri tushunishadi. Bu noto'g'ri narsa. Biz shifokorlar 100 gradus issiq oltda turishni o'zi emas. Biz shifokorlar bunga umuman xopam demaymiz. Sog'lom turmush tarzi nima u? Sog'lom turmush tarzi degan. Normal hayotda yashash, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish, ichmaslik. Nima, undan keyin quyosh nuridan yurmaslik juda issiqda, to'g'rimi? Mana endi qarang, siz sog'lom turmush tarzida olasiz. Saunaga erkaklar boradi. Ayollar ham boradi. Mana shu saunaga borishi har oyda bir marta borsa hech qanday o'zgarish bo'lmaydimi? Masalan, aytayotdilar, o'pka raki chiqdi deyaptilar. Erkaklar hammasi ko'pchilik boradi. Masalan, unga qanaqa qaraysiz? Saunada 100 gradus, 90 gradus. Bir oyda bir marta boradi, u 1 soat yo 2 soat cho'miladi, u hech nima o'zgarish bermaydi. Cho'milish emas, saunaga boradi masalan. O'sha issiqda masalan 1 soat 2 soat degan hech nima o'zgarish bermaydi-da. Bu umuman, demak siz saunaga ruxsat berasiz. Berasiz albatta. Mana hozir havo yomon, ekologiya yomon. Naslda bo'lsa-chi? Farq yo'q. Chunki nazoratda tekshiruvdan o'tib turadi har 6 oyda u. Tibbiy ko'rikdan o'tib turadi, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan. Biz genetik nuqtai nazardan biz o'zimizning profilaktikamiz borda, predrasположенность, ya'ni nasllikda biz ko'pincha zagar, suv joyida qolishlarga, chunki atipik xo'ja agarda geni bor odamda balkim u sog'lom odamlarga ham mumkin emas. Saunadan cheklatamiz. Biz saunadan cheklaymiz. Biz turk banyalar bor, unga xo'p deyishimiz mumkin, chunki 7 gradusdan katta emas. Lekin saunani cheklatamiz. Siz erkaklarga nima degan bo'lardingiz bu yerda? Endi bir oyda bir bo'lgandan keyin cheklash bir nima deya olmaymiz. Ertaga keyin tandirga o'xshab hid bo'lib ketadi gapimiz. Shu. Ko'p hozir qanaqa operatsiyalar bo'lyapti sizda? Endi eng ko'p ayollar operatsiya bo'lyaptimi yo erkaklarmi? Har doimgidek o'zi dunyo bo'yicha ham, O'zbekiston bo'yicha ham. Yo'q, qara, menda ham. To'xtang, siz. Men hozir hamma so'rayman, sizni so'raymiz. Siz
kuniga nechta operatsiya qilasiz? Nechta ayollar? Kuniga aytdim, kamida bitta bo'ladi. Ko'pi bilan 4 ta, 5 ta, 7 tagacha bo'ladi. Asosiy qismini. Ayollar. Masalan, bir oyda 60 ta yo 70 ta operatsiya qiladigan bo'lsam, shuni 50 tasini ayollar tashkil qiladi. Xo'p. O'sha ayollar asosiy qismi. Eng og'ir operatsiya qilgan kuningiz qaysi biri bo'lgan? Endi eng og'ir deb nimani aytish mumkin masalan? Qaysi operatsiyada qiynalgansiz? Endi operatsiyada Qaysi og'irroq operatsiya o'tgan? Endi bir xil operatsiyalar bo'ladi, 6 soat, 8 soatlab bo'ladi. O'shanda endi jismoniy charchash mumkin, toliqish mumkin aqliy jihatdan. O'shada endi u kunaq ko'p bo'ladi u. Bu operatsiya deb Bir oyda nechta og'ir operatsiyalar bo'ladi sizda? Bo'ladi. Bo'ladi nechta? Anvar konkret. 3 ta 4 ta bo'ladi kamida. 3 ta 4 ta. Endi operatsiya har doim ham oson bo'lavermaydi. Texnik qiyinchiliklar bilan bo'ladi ba'zan. Siz aytgan narsalar bo'lmaydi ochgandan keyin ichkarida. Mana bunaqa bo'lganmi? Bemor operatsiyonda yotgan, shunda ochgansizlar, metastaz ko'rgansizlar, yopgansizlar. Bunaqa bo'lib turadi. Endi hozir unaqa narsa ochib yopishlar deyarli yo'q. Chunki hozir laparoskopik xirurgiya, ya'ni bitta teshik orqali kiriladi, video kamerada polni ko'riladi. Bemor yengil uxlatiladi. Ya'ni narkozlar ham hozirgi eng zamonaviy narkozlar gazli. Video kamerada kirib, qorni to'liq tekshirib, shart bo'lsa, o'sha lozim bo'lgan joylardan namuna olinib, bitta yoki ikkita teshik orqali 1 santimetr, yarim santimetr ikkita teshik qilinadi ko'pi bilan. Bemor shu kuni yo ertasi kuni uyga javob berib yuboriladi. Tekshirasizlar, chiqarib yuborasizlar. Endi oldin texnik jihatdan yetishmovchilik bo'lgan, o'shaning uchun majbur bo'lganmiz qorinni ochib analiz olishga yoki ochib yopib qo'yishga. Hozir ochib yopib qo'yish yo'q. Ko'ramiz, laparoskopga kiramiz, o'sma tarqagan bo'lsa. Spayka bo'lsa-chi? Spayka bor, polni. Endi ajratiladi u endi. Ajratib 95%, 98% holatda o'sha laparoskop bilan oxirigacha tugatishga harakat qilinadi. Endi bo'ladi u 2-3% holatlarda ochishga to'g'ri keladi. Texnik qiyin bo'ladi, yopishib ketgan bo'ladi, unda majbur ochishga to'g'ri keladi. Unda ham operatsiyadan oldin bemorning uydagilarga tushuntiriladi o'sha narsa. 2-3% holatda ochish ehtimoli bor deb. Demak, u roziligidan olib bo'lasizlar. Ochib yopish degan narsa yo'q. O'shaning uchun diagnostik laparoskopiya deydi. Hozir qorni kirib ko'riladi, shart bo'lsa analiz olinadi, keyin shunga qarab kimyo yo lozim bo'lsa nur terapiya maxsus lichenlarda oladi bemor. Keyin qachonki o'sha o'smalar so'rilgandan keyin etap operatsiyaga olinadi. Qarang-da, G'ayrat Gulamovich, sizga yosh bola kelganmi petga? Yosh bolalar keladi, ko'p keladi. Endi yosh bolada ko'proq uchragan kasallar bu limfomalar hisoblanadi. Limfoma. Ya'ni limfa tubulari. Necha yoshli bolalar ko'p keladi? Ko'proq уже 6 yoshdan yuqori chaqaloqlar ham kelgan. Chaqaloqlar ham kelgan. Chaqaloqlarni olib qilishadi bu tekshiruvlarga, petga. Endi ularga iloji boricha kamroq doza beriladi va endi ularda bu tekshiruvni qilish majbur. O'shaning uchun biz ham qarshilik qilmaymiz, iloji boricha tekshiruvga olamiz. Sedatsiya bilan uxlatib. Uxlatib, narkoz bilan qilinadi. Chunki apparatda bir 15-20 minut qimirlamasdan o'tish kerak. Bu yerda apparat polni boshdan oyoq, ya'ni boshning uchidan oyoqning uchigacha polni tushiriladi. Ansiolog bor, ansiolog keladi, uxlatiladi bola, keyin apparatga o'tkaziladi. Endi hozirgi zamonda limfoma deymiz-ku, lekin mana bu oshqozon raklari, уже o'pkalar ham menimcha ozgina ancha yosharib ham ketdi desa ham bo'ladi. Chunki oldin faqatgina qariyalar, chekuvchilarda ili mana bu oshqozon raklari ichuvchilarda ko'p uchragan bo'lsa, hozirgi zamonda даже yosh qizlarda oshqozon raklari kelib chiqyapti. Ya'ni oldin yosh 17 yoshli qizlarda ham oshqozon rak bor bu yerda. Даже 17 yosh, 15 yosh, 10 yosh bolalarda o'pka raklari bor. Уже ancha bu kasallik ancha yoshargan desa ham noto'g'ri bo'lmaydi bunda. Bu yerda. Ko'proq bolalarda limfomalar. Limfoma bola keladi. Bir oyda emas, kuniga 2-3 ta bola keladi. Kuniga 2-3 ta bola. Kuniga 2-3 ta bola o'tkaziladi. Или уже ular aniqlangan, diagnoz aniqlangan, lichenadan keyingi o'sha lichena effektivnostini, ya'ni lichena ta'sirini bilish uchun kelgan patsientlar ham bo'lishi mumkin bunda. Ya'ni lichena tugagan, lichenadan keyin o'sha lichena ta'sir qilgan, qilmagan, o'sha narsani bilish uchun ham kelgan kasallar, bemorlar bu yerda.
по-любому hozir onkologiya borib yosharib boryapti. Shunaqa desa ham bo'ladi. Anvar Pardabayevich, siz mana konferensiyalarga chiqasiz. Xitoyga ham borib keldingiz. Xitoyda qanaqa statistika? Erta adashmasam, Xitoyda kasallik O'zbekistonga oladigan bo'lsak, 100 ming aholiga nisbatan olinadi bu kasallik. ha. Bizga nisbatan 2 barobar ko'p uchrar ekan kasalliklari. Juda Ularda? ko'p kasalliklar. Masalan, bizda ko'krak saratoni birinchi o'rinda turadigan bo'lsa, ularda masalan oshqozonchak saratoni birinchi o'rinda turadi. Chunki oshqozon tartibida Yo'q, oshqozon endi shu ovqatlanish yegan emas. ovqatlar tartibida. juda achchiq, juda sho'r ovqatlanadi. Me'yor emasda ularda. Achchiq qalampirsiz ovqat yemas ekanda masalan. Qalampirsiz ovqat yeymiz. Keyin shu darajada kasal ko'pligidan mana mammologiya bo'limini oladigan bo'lsak, oddiy o'ng ko'krak bo'limi alohida, chap ko'krak bo'limi alohida qilingan. Rostdan Xitoyda. Shu darajada kasal ko'p. Endi aholisi ham 1,5 milliard aholi bo'lgandan keyin, Конечно, u. masalan, Animi ajratib qo'yishgan. kasal O'ng bilan chap. yo'q, o'zini biz ham ayrim bo'ldik. Endi boshqa Yo'q, hech qaysi sababi davlat, nima? boshqa davlatda ko'rmaganmiz. Endi Barcha sababini bemor ko'p bo'lgandan bo'lishi mumkin. bemorlar ko'p. Masalan, bitta onkologiya oddiy bitta o'sha provinsiyasini o'zidagi onkologiyani o'zida 2,5 ming ko'ykali shifoxona. Kasal juda ko'p. Juda. Endi past 2,5 barobar bizdan ko'p uchraydi. Ayollarning bo'limida ham shu bachadon bo'yni raki bo'limi, anaqasi bachadon raki bo'limi bunaqa ham ajralib ketmaganmi? Yo'q, ular reproduktiv alohida. Yo'q. Biz endi aylanib chiqdik. O'sha ginekologiyasi alohida, faqat shmammologiyasida ko'rdik. O'ng ko'krak bilan chap ko'krak alohida bo'lim bor. Gap yo'q lekin. Lekin boshqa Yevropada, menimcha boshqa hech Bunaqa qaysi davlatda narsa bo'lmasa yo'q. kerak. O'ng ko'krak, chap birinchi ko'krak marta. bo'lim degan. Shunaqa narsa. Juda anaqa yo'q bu. Keyin ana qisqacha VPC haqiga to'xtalib ketsak, endi eng hozirgi dolzarb muammo-ku bachadon bo'yni saratoni. Virus papilloma человека. Человек shu 16-18 tip yosh o'tgandan keyin o'sha ayollarda bachadon bo'yni chaqirish bo'yicha hozir maktabda 7 yoshdan 9 yoshgacha qizlarni emlayapti-ku. O'sha vaksina haqida gaplashaylik. Qanaqa qaraysiz bu vaksinaga? Biza masalan rekomendatsiya beryapmiz. Beriladi, chunki bu o'z tasdig'ini topgan. Mana Koreyada bundan 20-25 yil oldin boshlangan. Hozir deyarli eliminatsiya deydi, ya'ni kasallik qolmagan, tugaganda ularda. O'sha masalan 25 yil oldin qilgan qizlarda vaksinatsiya. Hozir ularda kasallik uchramaydi. Umuman yo'q, pasti eliminatsiya deydi, yo'qotilgan o'sha bachadon bo'yni. Chunki qo'zg'atuvchisi aniq bachadon bo'ynining. O'sha papilloma virusi. O'shaning uchun o'sha virusga qarshi qizlarda emlanganligi uchun immunitet hosil bo'ladi. O'sha immunitet sababli o'sha keyinchalik organizmda o'sha narsa rivojlanmaydi, bachadon bo'yni saratoni. O'shaning uchun Koreyada deyarli bu kasallik uchramaydi. Siz onkolog sifatida tavsiya berardingiz. Endi bu asosan shuning uchun yosh sifatida faqat asosan yosh qizlarga qilinadi-da. Shu 12-13 yoshli kattalarga ta'sir qilmaydi. Qilmaydi, chunki kattalarda isbotlanmagan, tajriba o'tkazilib ko'rgan, effekt bo'lmagan. O'shaning uchun katta yoshdagilarga tavsiya etilmaydi bu vaksina. Qo'zg'atuvchisi aniq kasalliklar bor. Mana bachadon bo'ynida o'sha papilloma virusga qarshi qo'zg'atuvchisi aniq kasallarda, jigarda masalan gepatit B, masalan keyinchalik jigar saratonini keltirib chiqaradigan oshqozon saratonini aytyapti. Qo'zg'atuvchisi aniq buni Helicobacter pylori. Oshqozon yara chaqirib, yara keyinchalik o'sha saraton kasalligi o'tadi. Mana shu kasalliklar xuddi mana davolanib vaqtida virusga qarshi, gepatitga qarshi emlansa, VPCga qarshi emlansa, Helicobacter pyloriga qarshi davolanib yursa, o'sha kasalliklar to'liq tugatish yoki kamaytirish mumkin-da. Yoki o'sha kasallik uchramasligi mumkin. Bu isbotlangan narsa-da. Bu kasalliklar keltirib chiqaruvchisi aniq onkologiyani masalan. O'shaning uchun ham vaksinani onkologlar bemalol tavsiya etadi. Chunki aholi o'zi qo'rqyapti. Menga nechta yozishadi? Mana endi siz o'zingizni qizingizga ham qildirdingiz. Albatta, u zo'r. U masalan to'g'ri tushuntirish kerak. Endi bizda sal tibbiyot jihatdan anaqa noto'g'ri ma'lumot yetkaziladi aholiga, o'shaning uchun qo'rqadi hamma. Koreyada, Avstraliyada bu davlat dasturiga kirgizilgan, endi bizga ham kirgizildi. Bu masalan hozir qilayotgan qizlarimiz masalan o'sha effekti kelajakda effekti zo'r bo'ladi, beradi-da. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Bu faqat bachadon bo'yni raki VPCga. VPCga qarshi davlat dasturi asosida. Bachadon rakiga emas, tuxumdonlar rakiga emas. Yo'q, faqat bachadon bo'yni saratoniga qarshi. Chunki
oxirgi payt ko'p eshityapman, endi xalq yozadi-da, Instagramda ichga yozadi, Telegramga bor, sizda ham Telegramingiz bor, yozadi. Bu vaksina hamma narsaga ta'sir qiladimi deydi. Yo'q dedim. Men agar o'g'limga qilsam bu narsa o'g'lingizga ta'sir qilmaydi deyman. Chunki bu aniq bachadon bo'yni raqiga. Sizni o'g'lingizda bachadon bo'yni yo'q. Sizda reproduktiv sistema boshqacha. Chunki bizda bitta vaksina bo'ldi, mana shu ushlab olishadi bo'ldi, bu demak hamma narsaga kelgan deydi. Sal noto'g'ri-da bu ham. To'g'ri. Shuning uchun bu o'rganilgan, tasdig'ini topgan, isbotlangan narsa bo'lganligi uchun o'sha davlat dasturiga qo'yilgan shuncha pul tikib davlat hisobidan. Buni nima deymiz, ota-onalarga to'g'ri ma'lumot berish kerak. O'sha narsani kelajakda effekt beradi. O'sha hozir olayotgan qizlari kelajakda bachadon bo'yni kasalligiga uchrash oldi olinadi. Endi biz siz bilan zo'r mavzuni hozir ko'taramiz. ChatGPT. ChatGPT bo'yicha bitta qiz so'rabdi, mana men rasm jo'natibdi-da, mana shuni menga anaqa diagnoz qo'yib berib, buni men bilan nima qilishim kerak debdi. Endi ChatGPT o'ylagan, anaqa qilgan, fikrlaganda, menimcha sanda degan atipik holat ketyapti. Bir tomograf borgan, MRTga qilgan, tekshirtirgan, mana qanaqa analizlar yozib beribdi. ChatGPT yozib beribdi. U qiz qilgan hammasini tekshirtirgan, ish qilib, o'sha qizda rostdan ham melanoma degan kasallik chiqib kelgan. Endi ChatGPT endi olamga tanildi. Voy, u vrachdan zo'r ekan, zo'r tashxis qo'yib berar ekan deyapti. Endi u qiz shunaqa darajada ommaviy qilib ko'rsatdiki, ChatGPT bu shifokorlarda aqlli, sizlar shundan ham foydalaninglar deyotgan ekan. Yo'q, buni nima deymiz? Ziyoni yo'q, chunki butun o'sha tibbiyotdagi hamma kitoblar, standartlar kirgizilgan bunga, rasmlar masalan. Hammasi kirgizilgan. Programma bu ko'radi, solishtiradi, o'sha tavsiyalarni beradi tekshiruv. Lekin hozir o'sha tibbiyotda o'lim holatlari ko'p bo'lyapti. ChatGPT bo'yicha tavsiyasiga qarab dori ichganlarda o'lim holati kuzatilgani uchun u dori darmon ichishdi, buni chiqarib tashlayapti tavsiyasidan, nima dorilar ichishdi-da, nimaga uchun o'lim ko'payganligi uchun. Faqat diagnoz qo'yib ber, tavsiya ber yoki mana yo'naltirish mumkin. Yo'naltirish mumkin yoki dori ichsa ham shifokor maslahat bilan shularni ichishingiz mumkin. O'shani yozib bermayapti-da, oxirisi unga bitta dori yozib beribdi, ximioterapiyada olingan nechtadir bir dorini yozib beribdi, shuni qilsang yaxshi bo'lib ketasan debdi. Mana shu bilan borgan, endi ChatGPTni endi mana shu retseptni, menga bu retsept. Endi buni ularda, masalan, Yevropa davlatlarida просто tak bermaydi. Ularga retsept kerak. Retsept kerak. Aytyapti, mana mana shu ChatGPT menga berdi, endi onkologga borgan, onkolog hayron qolgan, ish qilib, shunaqa qilyaptiki, hozir vrachdan ko'ra mana shu sun'iy intellekt yaxshiroq, o'shalardan ko'proq solishtiringlar deb. ChatGPT bemorning hayotiga javob bermaydi. Bo'lmasa uni shifokor kimga shikoyatini qiladi, kimga sudga beradi? ChatGPT shunaqa narsa, u aniq fanlarni, aniq fanlarni yechimini beradigan narsa-da. O'lim holati meditsina, конечно. Meditsina boshqa fanlar bor, shunaqa mutaxassislar bu noaniq fan. Masalan, har bitta patsient, har bitta odamni organizmi individual bo'ladi. Bir-biriga o'xshamagan bo'ladi. Kasallik, masalan, ko'rinishi har xil bo'lishi mumkin. Bu narsani baribir ChatGPT bu искусственный intellekt bilmadim bu narsada ozgina. Siz hayotingizni tushunasizmi? Yo'q, albatta. Yo'q, hozir ommaviylashib ketgan. Instagramni shunaqa darajada ChatGPT yo'llanma ko'rsatib berishi mumkin. Qanaqadir jalbasini, qanaqadir bezovta qilgan narsasini aytsa, shu mutaxassisga bor, shu tekshiruvlarni o'tkazib ko'r deyish mumkin. Shifokor bilan maslahat qiling deb yozadi u. Endi yozadigan bo'pti. Endi yozadigan bo'pti. O'lim ko'payib ketgandan keyin albatta qo'shdi ular. Hozir yozsangiz tavsiyada shifokor maslahat bilan ching deb dorini yozib beradi yoki shifokor bilan maslahat qiling deb yozadi. Endi chunki kompaniya ham qo'rqadi o'zini strofga qilishga. Mana bitta bemorimga ChatGPT bitta dorini anaqasini dozirovkasini endi men 50 mg yozib berganman-da, undan ko'pini ichish ko'p deganman. U ta'sir qilmayapti deb menga yozgan. Ta'sir qiladi, vaqt kerak deganman, vaqt. ChatGPTga yozsa 200 mg ichishing kerak debdi. 200 mg. Uni ichgan bemorim. Peridoz. Menga 15 minutga telefon qildi, Yevropada menga nafas siqyapti deydi. Nafas siqyapti. Men bunaqa deydi, toshyapti. Nima qilishim kerak? Menga telefon. ChatGPTdan so'rash mumkin emasmi nima? Nima desam, "Yo'q, endi siz tezroq javob berasiz" deydi menga. Bor skoriga, anafilaktichеский shok. Tez davay skoriga telefon qilib bor. Вот до такой степени o'zini ishontirganda hozir mana shu ChatGPT, to есть sun'iy intellektda hozir o'shanga qarab bizlarni tekshirishadi.
bizani bemorlar tekshirishadigan bo'lib qolgan oxirgi payt. Sababini bilmay, bu narsa bilmayman nimaga olib keladi oxiri. Bu yaxshi, bu shifokorlarda o'zini ustida ishlashga olib keladi, xato qilmaslikka olib keladi. ChatGPT bilan Yo, mana qarang, siz aytyapsiz 50 milligram deb, senga unkumas oshirish deyapsiz. ChatGPT 200 milligram deyapti. U qanaqa qilib sizni rivojlanishingizga ta'sir qiladi? Ayting, sizni dozirovkangiz uni dozirovkasi bilan to'g'ri kelmayapti-ku. Aytadi, demak, sen ta'sir qilmayotgan bo'lsa, sen uni 150 milligramga dozasini osh. Bu narsa nima? Конечно, noto'g'ri bu narsa. Kimioterapiyada ham shunaqa menimcha. Bo'yiga, vesiga qarab qilinadi. Sizlar o'zingizlar dozasini kerak bo'lsa qanaqadir dori qo'shasizlar, to'g'rimi? Har bir kasalga individual qaraysizlar. ChatGPT protokol bo'yicha hammasini yozib beradi. Shu narsani biz endi bemorlarga ko'rsatishimiz kerak. Bo'yi, vesi bir xil kasal, lekin bittasi charchab qolgan, bittasi tetik bo'lsa, ikkalasiga bir xil doza qila olmaysiz-da. Xuddi shunaqa narsa, hamma ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Keyin qarangda, mana bitta narsani e'tibor berdim. PETda sizlar общий tekshirar ekansizlar. Bitta PET emas, erta общий analiz kiravi ham ketar ekan. Yo'q, bu yerda yo'q, bu yerda PETga kirishdan oldin обязательно qon analizlari topshiriladi. Qon analizlari topshirib, o'z ichida ekan demoqchiman. Обязательно bu narsa topshiriladi, chunki bizga bu yerda kerak bo'lgan narsalar bor. Ya'ni gemoglobinni ko'rishimiz kerak, ya'ni diagnostika qiladiganida aniqlik kiritishimiz uchun, ya'ni diagnostika aniqroq bo'lish uchun bizga qon analizlari kerak bo'ladi. Misol uchun kreatinin kerak bo'ladi. Pochkada qanaqadir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, может HPN hisobiga bo'ladigan bo'lishi mumkin. Izotop yuboradi ular. Izotop yuboramiz, o'shaning uchun bizga analizlar обязательно kerak bo'ladi. Machina kreatin normada bo'lmasa, ular ham qaytarib jo'natadi. Biz lichena qilamiz. Sahr baland bo'lsa ololmaymiz. Ololmaydi. Bir hafta lichenaga jo'natadi, lichena qilib qaytarib jo'natamiz, keyin analizlar yaxshi bo'lganiga повторно qilib beradi. Bemorlar aytadi, men yana общий analiz kiravi topshirishim kerak deyapti. Umumiy qon tahlilini nimaga topshirishim kerak? Men topshirib bo'ldim, men ularda topshirishim kerak deyapti. Обязательно topshiriladi, chunki ko'chadagi bo'lmaydi. Umumiy qon tahlili. Agar misol uchun qon analizi yoki qanaqadir первичный dokumentlar bo'lmasa, PET ham bu как бы instrument savollar ko'payib ketadi. Mana oddiy misol, machina kreatin baland bo'lsa, kontrastli tekshiruvlarga ruxsat bermaydi-da. Shunaqa. Kasallar nima qiladi? Kasallar nima qiladi hozir? Podelka yasaydi machina kreatin normal qilib yasaydi, Хорошо, bu narsa o'zi organizmga zararda. Misol uchun endi именно PET emas, kontrastli kompyuter tomografiya bor, rentgen bor, misol uchun. Yo'q, o'sha yasasa nima bo'ladi bemorga? Pochka o'tkazib beradi, pechan o'tkazib beradi, bo'ldi. Nagruska, o'zi pochka jigar yaxshi ishlamayotgan payt dorilar hammasi jigar bilan pochkada qayta ishlanadi. O'shaning uchun nagruska tushib o'zlari to'g'irlab keladi-da. Yetishmovchilik, ya'ni o'zimizda eshitib ko'ramiz kasallar. Qancha bo'lgan shu holat shunaqa? Endi oyiga bitta tekshirib turadi. Bizda doktor deydi, machina kreatin balandini to'g'irlab yozaylik deydi, tushib kelay deydi. To'g'risida bor unaqa bemorlar. G'ayrat G'ulamovich bizda machina kreatinga aloqa biz o'zimiz tekshiramiz. O'zlar tekshiradi. Biz ko'chadan kelgan analizga ishonmaymiz. Xuddi mana shunaqa. Demak, siz yana bitta topshirishingiz kerak. U narxi ichiga kiradi. Hammasi ichiga kiradi. Topshiriladi, qaytadan o'zimiz ko'rib, qarshi ko'rsatma bo'lmasa qilinadi bu narsa. Biz ko'chadan kelgan analizlarga ishonilmaydi. Chunki mana shunaqa situatsiyalar ham bo'lishi mumkin. Ili bir oylik analizdan ko'tarib kelishi ham mumkin. Bir oylik analizi biz hisoblanadi o'sha. O'zlarni o'zinglarni sog'lom kasal emas, hozir tekshiruvdan o'tgan, hammasi qayerdir kasallangan, o'sha davolanayotgan yoki kimyo olayotgan kasallarda kechagi analiz bilan bugungisi to'g'ri kelmaydi-da. Demak, analiz har kuni gemoglobin tushib ketib qoladi. Albatta, o'shaning uchun ertalab tushuntiradi, telefon qilinadi, bir kun oldin gaplashiladi, keyin ertalab tayyorlanadi, kelib ertalab analizni olib, sirasi tayyor bo'lsa, hammasi yaxshi bo'lsa, shu soatda tushirib beramiz, shu soatga tushirib beramiz. Analizimiz ekstren chiqariladi, o'sha kelgan payti ertalab sirasi. Lekin bironta bemorni olib bitta kutib qoldim, yo qaytarib yubordi deb bironta bemorni mana 3 yilda biz oldindan so'raladi, agar показания bo'lsa, показания bo'lsa, keyin chaqiriladi, o'zimiz yana повторно. Endi bitta joyi bor, javobini 24 soat ichida beradi, chunki bularda ham tushiradi, ham ko'radi, ham o'qiydi-da. O'shaning uchun bir sutkagacha kutib qolamiz ba'zan, chunki to'liq ma'lumot yozish uchun bularga ham juda vaqt kerak bo'ladi. Chunki anaqa organizmni boshdan oxirigacha tushiriladi, ya'ni boshdan uchidan oyoq uchiga tushirgan payti har bitta ko'rgan narsani yozib chiqamiz. 30 ta 40 ta bemorga xulosa berish kerak kuniga. Vaqt to'ladi. O'shancha ozgina cho'zilib qoladi javobi. 24 soat solishtiriladi, masalan, 6 oy oldin tushganini ochadi, bunisini solishtiradi, bittalab yozib chiqish kerak har bitta joyini ko'rganini. Qaysida qanaqa o'zgarish bo'lgan, necha foiz o'zgargan, yaxshi tomonga yoki kasallik kuchayib ketgan. Shuning uchun kasallar so'raydi, tushdik javob chiqmayapti deb
bitta shu endi bittanaqa endi bizda sabrsiz-ku kasallar. qani nima bo'ldi nima bo'ldi deb ertaga chiqadi 24 soat. aslida yozib qo'yganmiz 24 soat yo'q ichida bu javob narsa chiqadi. bemorlarga ogohlantiriladi. hech qayerda yozib qo'ymagansiz. yozib ham qo'yilgan, kirgan joyda yozib qo'yilgan, javob 24 soatda olasizlar, yozib qo'yilgan bu yoqda. Disklarni, plyonkalarni berib yuboradi. Plyonka disk bizga ko'tarib keladi, ko'rib bering doktor deb. Aytamiz mutaxassis. Javobi ham tayyor bo'lsa, imkon qadar onlayn tashib yuboriladi. yo'q o'zi ham aytishadi nimaga siz ko'rib bera olmaysiz deydi. Nimaga deydi. Nimaga ko'rib beraman? Mana disk deydi, mana o'qigan baribir ham biz hamma mutaxassislikni qo'lga ola olmaymiz. Biz masalan xirurg bo'lar, radiologiya bo'yicha eng yomon narsa bu 6 yil o'qiganmiz. bemorga noto'g'ri informatsiya berib qo'yishdi. Tushunyapsizmi? Misol uchun aytganlarga, misol uchun bular radiolog emas, men onkolog emas. Bular o'zi mutaxassis. Keyin qo'g'ini ko'rsatadi. Ochilib ketdi mana deydi. Bir kontrastlar qo'g'da, miyada ko'rinadi, suyuqlik joyda. Bir xil shunaqa situatsiyalar bo'lgan, o'sha pochkada chashkada to'planadi. Chashkada to'plangan payt dorimiz bir xil vrachlar ko'rib, mashatingizda bor, noto'g'ri informatsiya berib qo'yganda. Bu yerda eng yomon narsa o'sha bemorga noto'g'ri informatsiya berish. O'smalar yonib turadi-ku. Siydikda ko'rinib turadi, bosh miya ko'rinib turadi, yonib. Ular o'sma emas. U alohida yonadigan bular. Metabolizm kuchli joyda, bosh miyada metabolizm kuchli to'planadi. Boshimda ham o'sma bor ekan, kasal doktor mana javob chiqqanda ko'ring deydi. Qo'g'imda ham bor ekan, yuragimda ham bor ekan o'sma. Hamma joyim tarqab ketdi deydi. Voy, to'xtang, bir kun sabr qiling. Desa keyin bir kundan olib keladi, hamma joyi toza, yaxshi. Hurmatli aziz hamkasblarimiz, albatta bitta mutaxassis ko'rgani yaxshi. Hech ham o'zingizlar muddatdan oldin xulosa bermanglar, muddatdan oldin diagnoz qo'ymanglar. O'z kasbini egallagan mutaxassis aniq tiniq diagnozdan keyin bemor bilan gaplashadi. Oldindan uni gaplariga, so'ziga, emotsiyasiga, qani qachon beriladi deganiga berilmaydi. Men sizlarga iltimos qilardim, har bittamizni o'zimizni mutaxassisligimiz bo'yicha turaylik, qolaylik. Chunki Anvar Pardabayevich diagnozlari bo'yicha men yura olmayman. Mana bitta obязательно telefon qilaman, so'rayman, yuboraman kasalni. G'ayrat Gullamovich bo'yicha ham juda ham ko'p savollar bo'lgan, ular menga savolimga javob berganlar. Chunki kasallik hammada har xil. Va voy sizda rostdan ham shunaqa ekan, sizda rostdan ham hozir saraton ekan 100% deb ayta olmaymiz. O'shaning uchun kelinglar har bittamizni xulosamizni kutaylik. Bu albatta kerak bo'ladi. Endi hozir bizda blitz-igra bo'ladi. Anvar Pardabayevich, sizga zo'r savol. 5 ta bitta bemorlaringizdan g'alati savollarni aytib bersangiz, qanaqa bo'lgan? 5 ta g'alati savol. G'alati qanday savollar? Endi nima bo'lgan? Masalan, mana 40 yoshdamiz, masalan, nima so'raydi? Uylanganmisiz deb so'raydi. Bolalaringiz bormi deydi? Xotiningiz bormi deydi? Конечно, Telegramda. Ajrashganmisiz deydi. Asosiy savollar shu, eng qiziqarli savollar. Sizga shu savol berishadi. Albatta. G'alati emasmi? G'alati savollar deyapsiz. Yo'q, g'alati savollar qarang. Menga bitta bemor savol berdi. Mana hozir ana gulla divosiz-ku, divos metastaz. U nima u gullab ketishmi? Boshlarimga chiqib, boshlarimda ham ko'rinib ketadimi degan menga berishgan savol. Endi g'alati savollar. Kasallik bo'yicha onkologiyada eng zo'r savol, g'alati savol bor-ku. Polni yo'q qilsa bo'ladimi degan savol bo'ladi. Qanaqa u? Umuman yo'q organizmda onkologiya yo'q qilsa bo'ladimi degan savolda. Xo'p, mashaq savol berishgan. Umuman yo'qotib yuborsa bo'ladimi? Xo'p, ayting, gapiring. Yo'q bo'ladi albatta, nega yo'q bo'lmaydi? Erta bosqichda kelsa albatta tuzatib yo'q bo'ladi. Yo'q, masalan, gapiring, meni bemor kelgan va so'ragan, butunlay yo'q qilib tashlasa bo'ladimi? Mana bemor keladi, savol, tushuntirasiz boshdan oxirigacha mana shu kasallik xavfli u bu deb. Keyin oxirida so'raydi, bu kasal saratonmi yo xavfsizmi deb so'raydi. Yarim soat tushuntirasiz. U ham qiziqarli. Keyin kasallik to'liq tuzalib ketadimi deb so'raydi masalan. Shuncha tushuntirasiz masalan kasallik. Garantiya bormi deb so'raydimi sizdan? Yo'q, garantiya bormi deb so'raydi u. Garantiya berasizmi deb so'raydimi? Garantiya necha foiz garantiya berasiz deydi. Garantiya endi so'raydi endi baribir. Bizning mentalitet shunaqa-ku. O'zbekimiz garantiya so'raydi endi. Siz nima deysiz? Yo'q, endi garantiya yo'q, ertaga garantiya yo'q. Bir minutdan keyin o'zimdan bo'lishini bilmayman-ku. To'g'ri. Garantiya beraman. Garantiya so'rasa boshqa doktorda endi garantiya beradigan shifokor tavsiya qilamiz, borib shuni maslahat olishni yoki davolanishni. G'ayrat Gullamovich, siz bemorlar bilan gaplashasizmi o'zingiz? Yo'q, biz asosan
Biz asosan o'sha kompyuterda oldida o'tiramiz. Shu kompyuter bilan gaplashganingiz o'zi bundoq bir gaplashasizmi? Faqatgina bemorni ichini ko'ramiz biz. Bemorni yuzini ko'rmaymiz Siz biz. ko'rganingizda degan paytingiz bo'lganmi? Degan paytlar juda ham ko'p bo'lgan. Dabdalasi chiqib Dabdalasi. Degan paytlar shunaqa bo'ladi. Misol uchun o'sha onkologiya kasallangan 10 yil davomida lecheniya olmasdan hech narsa bo'lmay kelgan kasallar bo'ladi. Hech qanday retsidiv bo'lmagan, hech qanday metastaz bermagan bo'ladi. Lekin o'sha 1 oyda ichida butun organizmda umuman sog' joyi qolmagan bo'ladi. yoki teskarisi. Yoki teskari shunaqa bo'ladi. 4-bosqich ham o'zi tarqab ketadi. Masalan, 6 oydan keyin lecheniyalar olib keladi, hech nima bo'lmaydi. Top-toza bo'ladi, hech narsa yo'q. Ochib ko'radi, keyin eskisi bilan yangisini solishtiradi. Rostdan shu kasaldikmi? Shunaqa. O'zimizdan ikkilanib qolamiz. Sizda ham bo'ladi. Ochib yopib qo'yamiz. Ochib yopib dedik-ku, kirib ko'ramiz, analiz olamiz. 6 ta 8 ta ximiya olib keladi. Keyin operatsiya olamiz. O'tsak, bironta o'sma qolmagan bo'ladi. Top-toza. Ayollarda shunaqa ko'p bunaqa kasallarimiz. Bu biz o'sha paytda o'ylaymiz, mana shu 4-bosqich tarqab ketibdi, umri kam qolibdi deysiz, lekin 6 oydan keyin natija umuman boshqa. Endi Alloh mo'jizasi deydi, yana teskari keladi. Umuman so'rilib 100% tuzalib ketadi. O'sha 10 yil davomida o'sha vaqtida diagnostika qilib kelgan, vaqtida lecheniya olib kelgan, hammasi toza bo'ldi, toza yuribdi degan paytingiz oxirgi diagnostikadan 1 oydan keyin tarqab ketgan joylar ham bo'ldi. Bu yerda umuman aytganim sog' joyi qolmagan, bosh miyagacha bergan, mana shunaqa situatsiyalar bo'lgan. Bosh miya saratoni uchrashi bizda qanaqa? Bosh miya kam uchraydi. Asosan bular o'sha TTZ neyroxirurgiya markazida davolanadi. Sizga masalan bosh miya ko'krak bezida bor. Metastaz ham bermaydi u ham. Yo'q, ko'krak bezida bor, lekin bosh miyasida ham borlar bo'lganmi? Yo'q, mana qarang, bunaqa narsa bor. Bosh miya bilan kelgan kasalni ko'pincha ikkita o'sma bo'lsa, sразу metastaz haqida o'ylaymiz-da biz bosh miyada. Bitta o'sma bo'lsa, endi bosh miya o'smasi bo'lishi mumkin. Ikkita, uchta bo'lsa, asosan metastazlar haqida o'ylanadi-da. Masalan, boshqa a'zolardan chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi bilib turasiz, kasalga aytasiz, o'pka qorini ham o'sha bitta kompyuter qildir, ko'raylik deysiz. O'pka yo boshqa joydan chiqadi kasallikning onasi deydi boya. Asosan metastaz chiqadi. Ko'pincha bo'ladi uni neyroxirurglar operatsiya qiladi bosh miya bilan. Keyinchalik tekshiruvda metastaz bo'lib chiqadi u. Keyin PET tekshiruviga jo'natilganda juda kichkinada, endi faqat PETda aniqlanadi u birlamchi o'sma. Kompyuter yoki MRTda aniqlanish qiyin bo'ladi. PETda aniqlab beradi uni. Kichkina o'sma, lekin metastaz bollari, ya'ni katta o'sma bo'ladi. Endi qarang, deb mana shu PETni endi bundoq bir xulosa qilib yopsak-da, PET baribir kerakmi profilaktika yuzasidan? Aholiga nima deb o'ylaysiz? Profilaktika yuzasidan kerak emas. Kerak yo'q. Naslida bo'lganlarchi? Naslida bor, masalan. Unda chiqdi, genetik chiqdi. Agar sharoiti bo'lsa, chunki bu ham onkologik kasallik bo'lmagan, kichkina pul turmaydi, tekshiruv qimmat usul. O'ziga yarasha hamma narsani plus minusi bo'ladi. Shunga yarasha boya aytdik-ku, har bir kasallikda o'zining izotopi bo'ladi. Radioaktiv modda. Masalan, ko'krak saratoniga shubha bo'lsa, bular boshqa izotop jo'natadi. Ota-onasida qalqon bezi saratoniga gumon bo'layotgan bo'lsa, shifokor bilan maslahat qilib, biroz agar haqiqatan tushaman desa, qarshilik yo'q. Birinchi onkolog ko'rigiga borish kerak. Ko'rigiga borib, maslahat qilib, keyin radiolog bilan maslahat qilib uchalasi tushiladigan narsa bu. O'zi oshimcha radiolog oldiga boradi. Bular ham keyin o'ylanadi, masalan. Chunki asosan 100% kasal onkologdan keladi, hamma maslahat qilib qilinadi. O'z-o'zini tekshirishga keyin kasallik, keyin bular ham o'ylanadi, izlaydi rosa. Masalan, o'sma qayerda ekan, nima ekan debda. Endi butun dunyo bo'yicha ham PETni profilaktika skrining sifatida foydalanmaydi. Yo'q bu narsa. Bu narsa protokolida ham yo'q. Protokolda ham yo'q bunaqa narsa. Boya Anvar Pardabachi aytgandek, profilaktika uchun boshqa tekshiruvlar bor. Ya'ni arzon, tez bo'ladigan, ya'ni bemorga ortiqcha luchevoy nagruska degan narsa bor. Luchevoy nagruskasiz qilinadigan narsalar bor. Birinchi bo'lib o'sha birlamchi diagnostikadan boshlash kerak. Keyin уже chuqurroq bu diagnostikaga o'tsa bo'laveradi o'sha. Shunaqa narsa. Hurmatli obunachilar, eshitdinglar. Hozir radiolog onkologimiz aytgan har bitta tavsiya bu juda muhim. O'shaning uchun ko'pchilik so'raysizlar, biratolasi PET qilsam yaxshimi deysizlar yoki biratolasi borib Germaniyaga borib polni tekshirib kelingmi deysizlar. Yo'q, kelinglar. Oddiydan boshlaylik. Hamma narsa soddadan boshlanadi, keyin murakkabga o'tiladi. Bu to'g'ri, bu protokol, bu qonun, chunki hamma narsa soddadan boshlanib, keyin murakkabda
to'xtalish kerak. O'shanga hammaga rahmat kattakon. Anvar Pardabayevich, sizga ham rahmat kattakon. Kelganingizga, vaqtingizni ajratganingizga, formalada kelibsiz. Ishdan sizni oldik, chunki siz gaplaringiz bizga muhim edi, juda ham muhim edi. G'ayrat G'ulomov, sizga rahmat kattakon. Vaqtingizni bizga ham ajratib kelganingizga bilaman, juda ham kasallaringiz ko'p, lekin sizni ham gaplaringiz bizga muhim, chunki odamlarda ko'p edi savol, yangi innovatsion tekshiruvlar, texnologiyalar bo'yicha shuni hozir biz xulosa qilib o'zimizga oldik. O'shanga rahmat kattakon. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozinglar va javob beramiz. Men To'ychiyev Anvar Pardabayevich, onkolog endoxirurg mutaxassis, o'sha Respublika onkologiya markazida ish faoliyati yuritaman. Sizni qiziqtirgan barcha savollar bo'lsa, kommentda telefonimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 24 soat telefonimiz ishlaydi. Har qanday savollarga javob beramiz. Meni ism-familiyam Arifxo'jayev G'ayrat G'ulomovich. Radiolog, ish joyim N-Medical частный klinikada. Nomerlarni qoldiramiz. Qanaqadir murojaatlar kerak bo'lsa, qanaqadir informatsiyalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat kattakon. Все, bo'ldi.